Hammaga assalom. Sizlar bilan Vipa. Bugungi videomizda sizlar tanigan mashhur PUBG'larning chustlarini ko'rib chiqamiz. Bu bilan siz o'z o'yiningizni yaxshilasangiz va oshirishingiz mumkin bo'ladi. Videoni boshlashimizdan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunday qiziqarli va foydali kontentlarni chiqarishda davom etamiz. Hozir ko'pchilik menga aytishi mumkin, chust haqida videolar ko'p-ku. Ha, to'g'ri. Chust haqida videolar ko'p, lekin hech kim shunchaki chustni ko'rsatib va u haqida ma'lumot bermagan. Ya'ni o'zining boshqa ijtimoiy tarmoqlarini tiqishtirib, ya'ni mening Telegram kanalimda bo'ladi, o'sha yerdan to'liq chustlarni olib olishingiz mumkin deb nima qilgan. Lekin men bu videoda o'sha chust haqida ma'lumot beraman va sizning qanday o'yiningizni yaxshilash haqida ham tushuntirib o'tib ketaman va albatta chustni ko'rsatib o'tib ketaman. O'shaning uchun videomizni boshlashimizdan oldin videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Qanunda biz videoni boshladik. Stop. Ko'p odam bilmaydi. Ya'ni chustni qayerga qo'yish kerak, qanday oson va to'g'ri qo'yish kerakligini ko'pchilik bilmaydi. O'shalarga shunchaki o'rgatib ketaman. Agar bilsangiz ham siz like bosib qo'yishni unutmang. Birinchi o'rinda PUBG Mobile'ga kirib olamiz. Bu yerdan pastdagi menyuga bosamiz. U yerdan sozlamalarni tanlaymiz. Sezuvchanlik degan joyga o'tib olamiz. U yerdan pastdagi qidiruv tugmachasini bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan chustni o'sha yerga yozamiz va keyin biz o'zimizga sozlab olishimiz mumkin. Chustni qanday qo'yishni o'rganib bo'lgan bo'lsangiz, qanday videoni boshladik. Let's go. Birinchi chust egasi bu Star Captain. Bilamiz, bu PUBG dunyo bo'yicha TDMda birinchi o'rinda va bu o'yinchining chusti siz uchun TDMda albatta asqotadi. Salyutingizni va reaksiyangizni shubhasiz yaxshilashga yordam beradi. Bu chustni o'zingizda sinab ko'ring va o'yiningizni sezilarli darajada oshiring. Mana bu esa Star Captain'ni chusti. Navbatdagi PUBG bu Ali PUBG. Bu PUBG ham juda kuchli o'yinchi bo'lib, klassik va Ultimate Royal otasi hisoblanadi desam ham adashmagan bo'laman. Bu chust sizga rank up qilishingizda katta yordam beradi va o'yiningizni sezilarli darajada ko'tarishga va klassik Ultimate Royalda Pro kabi o'ynashga yordam beradi. Mana bu esa Ali akaning chustlari. Ro'yxatimizning 3-PUBG bu musulmon. Ya'ni bu Yevropa bootcampdagi o'zining chiroyli va kuchli o'yinlari bilan mashhur qozongan. Va bu o'yinchining sizga bootcampdagi o'yinlaringizni yaxshilashga va reaksiyangizni juda ham kuchli qilishga yordam beradi. Va bu chust bilan o'ynasangiz, sizning o'yiningiz sezilarli darajada o'zgaradi va prolar kabi o'ynashni boshlaysiz. Mana bu esa musulmonning chusti. Va nihoyat o'sha Livik quroli bo'lmoq ibot. Ya'ni bu o'yinchi asosan Livik o'ynadi va Livikdagi juda ham kuchli o'yinlar bilan mashhur. Bu chust bilan o'ynasangiz, nafaqat sizning Livikdagi o'yiningiz kuchayadi va sizning blижний bo'ydagi otishmangiz ancha yaxshilanadi. Chustni ko'rsatishimdan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunday qiziqarli va foydali kontentlarni chiqarishda davom etamiz. Qo'ng'iroqcha tugmasini o'zingiz uchun yoqib qo'ying. Qanunda chustni ko'ramiz. Va mana o'sha PUBGdagi tojsiz qurol. Bu o'yinchini siz skilli va klachlari bilan tanigan bo'lsangiz kerak. Bu o'yinchi komandasini va O'zbekistonning finalga chiqishi uchun o'z hissasini qo'shganning rolidan hisoblanadi. Siz bu chust bilan turnirga kirsangiz, ancha zo'r rezultat ko'rsatasiz va o'yiningizda sezilarli darajada yaxshilanish sezasiz. Unda chustni ko'rib o'tamiz. Navbatdagi PUBG bu Lapar Davron. Bu o'yinchi TDMda va klassik rejimda o'z o'yinini yaxshi ko'rsatib kelmoqda va bu o'yinchining chusti ham hamma uchun qiziq deb o'ylayman va bu videoga qo'shishga qaror qildim. Bu o'yinchi juda ham kuchli va professional hisoblanib, TDMda va klassik rejimlarda ancha munchasiga dam beraveradigan o'yinchi hisoblanadi. Va agar bu o'yinchining chusti sizga qiziq bo'lsa, videomizga like bosib qo'ysangiz, hozir sizga chustini ko'rsataman. Qanunda ketdik. So'nggi chustimiz bu o'sha afsona, ya'ni Umarov PUBG'ga tegishli bo'lib, kibersportsmen va juda ham pro ig'roq hisoblanadi. Ya'ni Dangerous Sports o'yinchisi. Bu chust bilan siz bemalol turnirlarga kirsangiz va klassik Ultimate Royal rejimlarida bemalol rank ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Qanunda chustni ko'rib o'tamiz.
Mana mashhurlarning ham chustlarini ko'rib chiqdik. Sizga aynan qaysi PUBG'ni chusti kerak edi? Shuni ham kommentga yozib keting. Agar siz kutgan PUBG'ni chusti bu videoda chiqmagan bo'lsa, ikkinchi qismini kuting. Siz uchun kontentlarni chiqarishda davom etamiz. Siz ham bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'ysangiz, keyingi videolarimizdan albatta xabardor bo'lib turasiz. Ko'rishguncha, xayr.